Assalomu alaykum o'rtoqlar, yaxshimisizlar, salomatmisizlar? Mana Xudo xolasa nazarbegalikni bitirdik. Topshiramiz. Ko'ribdi, baho berib qo'yasizlar. Qalay chiqqan. Bu zal emas. Kirishimiz bilan 10 qo'lda 10 metrli zal tushgan katta. Neoklassik uslubida remont qilingan. Bunisi oshxona. Kuxnya mebeli qo'ygan, o'rtada fartuga kvars tosh bo'ladi, akrildan. Kirishimiz bilan chap qo'limizda birinchi spanligimiz. Родительский spanlik o'tgan mana sochni yumshoq rangda tanlangan. Stiklo xiloslari bo'lib polimer shpaklovkalarda ideal qilib chiqarilgan devor. Kalovatimizni sahna qismida, bosh qismida bu yerda oynadan print bo'ladi, 3D paneli bo'ladi. Anadan chiroyli 3D rasm chiziladi. Atrofida podsvetkasi bo'ladi, chiroyli bo'ladi, xudo xolasa. O'zining ichida sanuzeli, patologi bo'yalgan, garderobi. Devor ko'ribdi, baho berib qo'yasizlar. Ideal chiqqan. O'n qo'lda ikkinchi spanligimiz. Bu ham ota-onalar spanligi. O'zini garderobi, sanuzeli, patologlari, tegilar, bunisiga bo'yalgan gipslar bor. Natija qilinmagan. Devorni ko'rib, baho berib qo'yasizlar. Mana sifatiga tabiiy yorug'da qanaqa cho'tki turibdi. Tegilar mana ideal. Bu yerda ham xuddi shunaqa devorda oynadan chiroyli 3D panel chizdirib uстановка bo'ladi, atrofida podsvetkasi bo'ladi. Keyingi xonamiz. O'ng qo'lda birinchi qizlarning xonasi. Och ro'ziga rang berilgan, mana yumshoq. Qizlarning o'ziga nejniy rang. Qizlarning tanlari shu rang tanladi, ro'ziga. Patologimizda tiyagani qo'shida bitta podsvetka bor, 0 listra. Keyingi xonamiz o'g'illariga spanli. Sochni rang bo'lgan. Och rang. Bitta paras, bitta 0. Ortiqcha figura qilinmagan. Bu yerda shkaf bo'ladi, o'shanga kraskani ekran qilish maqsadida shkaf orqasiga sepiladi. Keyingi xonamiz yana bitta o'g'illariga ham span. Fistashkiga rang bo'ldi. Och salatli yashil. Devorlarni ko'ryapsizlar mana. Telefon baribir mana haqiqiy o'zini effektini olib bera olmaydi. Tabiiy yo'lda mana ideal turibdi. Podgotovka polniy. Projektor yoqib bo'lgan. Hamma xonalarda stiklo xiloslar bo'lib, finishning shpaklovkalari bilan shkurkalardan keyin bo'yaladi. Polimerda ishlangan, dana gipsda. Bu yana bitta o'g'illarning xonasi. Ranglarni chiroyli chiqdi, xudo xolasa. Esto Color germanskiy kraskadan foydalandi. Bu yerda ham shkaf o'rnini kraska sepib bitirmadik. Ekran qilib berildi deyishdi. Bu ham cho'tki xudo xolasa. Kimga shunaqa sifatli malarka xizmatlari kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Qo'yinglar qilib sifatli qilib beramiz. Holimiz.
pastki hovliga tushamiz. Pastki xonalarimiz bor. Stokalardan qishlatdik. Qarshisida pastki hovlimiz. Kirishimiz bilan kichkinagina hovl kutib oladi. O'ng qo'limizda mini zal. Remontimiz polniy klassik uslubida bo'lgan. Devorlarda ramka tegalar. Patologimiz bitta panis, bitta nol. Ikkita tomondan podsvetka ishlab olingan. Mini zal o'ng qo'limizda. Keyingisi oshxonamiz. Seri bej rang tanlandi. Bitta polimiz kafil bo'lgan. Fartugimiz mebelchilar o'zi akrildan yoki kvarsdan tosh qilib berishadi. Bu yerda ham tiyagani ichida sahna qismida oynadan 3D panel ishlab olinadi, chizdirib. Ovqatlarni qilib, choy ichib o'tirishadi. Mana bu yerda keyinchalik razvojnoy eshik qo'yib olinadi. Bu yerda oldin devor polniy yopiq edi. Bu yerda bizni almazning arada kesib, duh tavr tiqib, svarkalab, boshqatdan suvab, razvojnoy eshigiga joy tashlab ketdi. Qo'yishsa ham bo'ladi, qo'yishmasa ham bo'ladi. Keyingi xonamiz o'zini garderobi, kichkinagina sanuzel, ichkarida spanligimiz. Osmon rangiga bo'yab berganmiz. Ko'rishinglar mumkin. Ideal chiqqan. O'zini sanuzel ichida. Patologlar ham teri gipskarbon bo'lgan. Kimga shunaqa sifatli madaniy xizmatlari kerak bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Qo'yningizda qilib chiroyli qilib beramiz. Ishimizga bitta baho berib qo'yasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.